Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli mana shu gruppa ishtirokchilari va ularni boshqarib borayotgan hurmatli opa-singillarimiz. Men 2019-yil gepatitning turi bilan Bamzada o'z holatimni bilib qoldim. Gepatit aniqlangandan keyin undan davolanib qonda infeksiyalarni o'ldirdim va 2021-yil noyabr oylariga kelib ko'ngil aynish, qusish alomatlari hech qancha dori ichsam foydasini bilmadim va men mana bu Apple mahsulotlarini bir yangamning tavsiyasiga binoan ichdim. Allohga shukr, menda jigar qochish alomatlari bor edi. Mana yaqinda o'zimni fibroskan qildirib bildim va o'zimdagi o'sha dori natijalarini, tabletka natijalarini bilish maqsadida fibroskan qildirgandim. Jigarimda hozir surunkali gepatitga o'tganligini aytishdi va bu ajoyib natija. Nima deydi, olmoqchi bo'lganlarga men o'z tavsiyamni bildiraman. Bemalol qo'rqmasdan olib iste'mol qilishlaringiz mumkin. Men bundan juda katta foyda topib, hozirgi kunda o'zimni sog'lom insonlarday his qila boshladim. Hech qanday xayolimga ham kelmaydi bu nevrologik jihatdan ham bu og'riq ham qoldi. Bu o'ylamayman ham qo'ydim. Xudoga shukr, og'riq nima, bu xayolimdan butkul chiqib ketgan bu kasallik. O'zimni kasalmand hisoblamayman. Buni olmoqchi bo'lgan opa-singillarimiz, aka-ukalarimizga bemalol olib iste'mol qilishlarini tavsiya qilardim. Bu gruppani tashkil etgan, bularni olib kelayotganlarga, tarqatayotganlarga Alloh o'z ajrini berib, Allohim shu faqat ishlaringizga omad rivoj tilaymiz. Nima deydi, faqat ko'ngilda ishonch, mustahkam ishonch bilan o'zingizni ishontirib ichingki, mana bundan shifo topasiz. Men bundan juda ajoyib shifo topganim uchun sizlarga mana shu videoni tashlashni niyat qildim. Qiynalib yurganlar o'ylamasdan olishingizni, ichishingizni tavsiya qilaman. Hammalaringizga rahmat.